Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Nefsini paklaş hakkındaki dersimiz Allah'ın muvaffak kılışı bilen devammış oldu. Bugün sözleydiğin temimiz nefsini paklaştığınki 8. yolu yaxşılar bilen hemrah oluş, sorun tallaş hakkında oldu. Yani el-kaidetu samine tehayyürül cülese ve intikâ'ir rufeka. Sorunlarını tallaş, yani sorunlarının yaxşısını tallap oturuş ve hemrahlarının, dost yarellerinin yaxşısını tallaş. Keskenmez sorun ve dost tallamaslık. Demek aralışıdığın kişiler olturdığın söhbet sorunları bu mu nefsilerininki pak yoki napak turuşuğu tesir göstürdü degan maqsadda vallahi alem muallif nefsini paklaştığınki 8. yoluğa bunu keltiripti. Haqiqatda insonga söhbetdaşları, hemrahları zor tesir göstürdü. İbn Hazm rahimahullah'ın El-Ahlak ve Siyar namlı kitabında şundaq bir ibretlik söz varken kim faziletlik emellerinin koydu bolsa u kishi daim yaxshi insonlar bilan birga bo'ladi. Faziletlik odamlarning hamrohi ham faziletlik bo'ladi degan so'z ekan. Hayotining javhiri bu kitob. İbn Hazm shu kitob bilan ham danch qolgan. Demak İbn Hazm deydi, qandaqliki bir kishi faziletlik, albatta Allohning nazarida faziletlik, shariat tarosida faziletlikda u. Shundaq faziletlik amallarning ko'ydi bo'lsa, doim yaxshi insonlar bilan birga bo'ladi deydi. Bunu ma dersimizge bağlasak, qandaqlikin bir kishi qalbini paklamoqchi bo'lsa, nafsini pok tutmoqchi bo'lsa, faziletlik, nafs pok kishilar bilan birga bo'ladi degan ma'no. Mahiyatda bir shaklda ikki xil deyilayotgan gap. Faziletlik odamlarning hamrohi ham faziletlik bo'ladi deydi so'zning oxirida. Ya'ni qalbi pok kishilarning do'st yoralari, hamrohlari, sorun suhbatdoshlari ham qalbi pok bo'ladi. Bu so'zni kuchlantiradigan nurg'un oyat hadislar var. İnşallah sözümüzdeki davomida buni keltirib boramiz. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de sorun söhbetdaşlarını tallaş, emrahlarını, dosyarellerini tallap arılış hakkında şundak deydi. Estağfirullah. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbahum bil gadati vel aşiyyi yuridûne vecheh ve la ta'du aynâke anhum turidu zînetel hayâtid dünya ve la tuti' men eğfelnâ kalbehu an zikrina vettebe'a hevâhu ve kâne emruhu furuta. Allah Teala deydi, ey Muhammed Aleyhisselam, siz etigen akşamları Allah'ın razılıkını közleydiğen, Rabbi üçün ibadet kılıdığan kişiler bilen muamele kılışta, arılışta sabır kılın. Yani onlar bilen, onların kemçiliklerine sabır kılıp, öz nasihatli bulup, arılışıp öten, taşlip etmen, diyen şerilerini beripti bunun tefsiride. Ayetinin birinci bölükü bu. İkinci bölükü de siz dünya hayatını közlep kılıp, onlardan közünüzünü başkaya buraman. Yani köz gilmay qanman, ulan taşı yutib qanman. Dostallaşma prensipleri qırındaşlar. Ayetinin 3. bölükide bizning zikrimizden onun kalbini biz gapıl kaldırgan, anadinkin havayı hevisi egeşken ve özünün işide haddidini aşkan kişiye itaat qanman. Moşumu yani sorun tallaş, kişilerle arılışış, ninki prensipini hem bir yerde Allah Teala belgilegen. Muş ayet ne? Muallif şeyh delil keltiripti. Sorun söhbetdaşlarının yaxşısını tallaş, dosyarlarının yaxşısını tallaşqa. Yani etiyen keşleri Allah Teala'nın razıqını közlep, Rabbige ibadet kılavatkan, kulçılık kılavatkanlar bilen sabır kılıp arılışın. Yani onlarınki ayıp noksalları, kem kütürlerini deyip, bazı bir gap sözlerini deyip ulan taşlap etmey. Şular bilen sorun söhbetdaş olun. Şular bilen dosyarem bulun. Deyiş arkalık sorundaş, söhbetdaşlarını, dosyarellerini tallaş. Şundak kişiler bilen sabır kılıp ütüş. Ne bizge Allah Teala köz sıpırvatıdır. Dosyarellerinin ölçümün hem köz sıpırvatıdır ki, o siz tallamak çoğan dosyareller, siz oltamak çoğan sorun söhbetler, etigen akşamlar yani qandaq vaqtida oltağan bolsun, her vakit Allah'ın razıqını közlep, yaxşı sözlerini qıp olturduğan, ilim tahsil qılıdığan, gaybe şikayetin xali olğan, Rabbiga qulçılık qılıdığan sorundaşlar olsun degen hem köz sıpırvatıdır. Ayetnin 2. bölükü diyor, yani şulardan siz yüz örüp qanman. Taşı yutib qanman. Undaq sorundaşlarını tapqan bolsanız, undaq hemrahlarını tapqan bolsanız, şu hemrahlardan ayrılıp qanman. Ularning bazı ayıp noksallarını dep, ularni köz gilmay qanman. Ve la ta'du aynake. Közünüzni ulardan uyak bu yaka burap qanman. Yani köz gilmay qanman. Aşılarını lazım tutun özünüzge. Bundaq sorundaşlarını tep qangan bolsanız.
deb oxirida uchu desa, bizning zikrimizdan uning qalbini biz g'afil qoldirgan. Ya'ni shu kishi o'zi g'afillikqa moyil bo'lganlikni Alloh biz uning qalbini g'afil qoldirgan, havo yavisiga kechgan, o'z ishida haddida oshgan bunday kishiga itoat qilmang. Bunday kishini so'rinda shunmang. Bunday kishining so'zini anglab o'ttamang. Bunday kishini o'zingizga hamroh tutmang. Deyish orqali Alloh taolo so'rin suhbatdoshlarning qanday qo'llanganligini ham prinsipini belgilab turibdi va bunday so'rin suhbatdoshlarning ichidagi yaxshilarni tushirib qolsak, uni lozim tutish, ularni ko'zga ilmay qolmaslik, ularni yuz o'rmaslik prinsipini belgilash bilan birga yaxshi bo'lmagan g'aybat shikoyatga to'lgan so'rin suhbatlarni va yoki havo havasga ergashgan kishilardan uzoq turishning lozimligini ham ko'rsatib o'tadi. Ahmad ibn Harb o'zi taqvodor, zohid o'tgan kishi ekan. Bu odamningki bir so'zi bor ekan. Men Alloh taolo 50 yil ibodat qildim. Bu jarayonda men 3 narsani tark etmaguncha 3 narsaning lazzatini tetolmadim dedi. Temimizga munosabatli yeri, men fosiq, fojirlar bilan bo'lgan so'rin suhbatlarni tark etmaguncha solihlar bilan bo'lgan so'rin suhbatga erishamadim. Demak, ikkisining birisi turadigan gap inson. Agar u kishi fosiq, fojir, gunohkorlarni o'ziga so'rindosh tutib olgan bo'lsa, hayoti shuna bilan ketadi. U kishi u kiyimigimi desab, solihlar bilan bo'lgan bu kiyimigimi desayolmaydi. Agar bir kishi har vaqt solihlarni o'ziga hamroh tutib, solihlarning so'rin suhbatini o'ziga lozim tutgan bo'lsa, bu kishi fosiq, fojirlarning so'rinda o'ltirolmaydi. Agar bilmay o'ltirib qolgan bo'lsa, shu yerda qalbi siqiladi. Qancha kangri da'chilarda o'ltirib ketgan bo'lsa-mu, tar bir yerga kirib qolganda qalbi siqiladi-da, keyin u yerga qat'iy bormaydi. Demak, Ahmad ibn Harbning yuqorqi so'zida ham bizga ibrat bor. Sa'di rahimahulloh o'sha yuqorqi oyatning tafsirida shunday deydi. Avval biz tilovat qilib ketgan oyatning tafsirida shunday deydi. Mana bu oyatda yaxshilar bilan hamroh bo'lish, ham suhbat bo'lishga bir ko'rsatma bor, buyruq bor. Va o'z nafsini ana shu yaxshilar bilan suhbatdosh bo'lishga ko'ndirishga, ular bilan orilishishga, garchi ular faqir, miskinlar, ojiz kishilar bo'lsa-mu, o'z nafsini bunga ko'ndirishga ham bir ko'rsatma bor bu oyatda. Bir farmon bor, buyruq bor dedi. Chunki u yaxshilar bilan bo'lgan suhbatda hisoblig'isiz, sanog'isiz foydalar bor, hikmatlar bor. Ya bu kishini dunyolikda bir xatoliklardan to'sib kelib, yaxshi yo'lga boshlab qo'ydi, shu so'rin ahli. Yoki bir yaxshilikni davomlashtirib atgan bo'lsa, o so'rin ahli uni qo'llab-quvvatlab, orqasida turib berib yoki ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlab, shu solih amalning davomlashiga turib ko'p qoladi. Va yoki dunyo oxiratlik nurg'un moddiy, ma'naviy qiyinchiliklar shu yerda hal bo'lib, bu kishi Alloh taolo xotirjam qulchilik qiladi va hokazo. Demak, qarindoshlar, bu yaxshilar, bu solihlar Alloh taolo ularga rahmat nazari bilan qaragan, Alloh taolo ularga o'z ne'matlarini ato qilgan, ya'ni yaxshilik ato qilgan insonlar. Ko'pincha bu yaxshi hamrohlar yo ilmli kishilar yoki taqvodor, zohid kishilar. Bu shu ikkisidan boshqa vallohu alam kishilarda yaxshilik bo'lmasi kerak. Ya ilmlik yoki ilm olmagan bo'lsa-mu, o'zi taqvodor, o'zi zohid. Vallohu alam shu vajdan bo'lsa kerak. Al-Axloq va Siyar degan kitobda Ibn Hazm rahimahulloh shunday deydi: ilm va zohidlikni, taqvodorlikni Alloh shuning loyiq kishilarga berdi. Boshqa dunyo manfaatlarini uning loyiq bo'lmagan kishilarga berdi. Ammo ilm bilan taqvodorlikni, zohidlikni faqat shuning loyiq bo'lgan kishilarga berdi. U dunyo manfaatlari, masalan, huquq, mansab, moli dunyo, farzand, ayollar. Mana bu boshqa dunyo manfaatlari mümkün uning arzimas bo'lganligi uchun uning loyiq bo'lmagan kishilarga berilishi mumkin deydi. Demak, loyiq bo'lmagan kishilarga u dunyo manfaatlarining berilganligi bu uning arzimas ekanligini ko'rsatadi. Temizga munosabatli yeriqiya nafsingizni paklashda yaxshilar bilan so'rindosh bo'ling, ular bilan hatto qo'shni bo'ling yoki shundoq ayollar bilan o'ylaning. Ayol kishi bo'lsangiz shundoq erlarga teging va yoki tijorat qilmoqchi bo'lsangiz shundoq solihlar bilan, yaxshilar bilan sherik tijorat qiling. Hatto qanday bir ilmlarni olmoqchi bo'lsangizmi, ana shundoq kishilarni ya ustoz tuting va yoki savoddosh bo'ling. Hatto safar qilmoqchi bo'lsangizmi, solihlar bilan, yaxshilar bilan safar qiling. Bu xos suhbat so'riniga qartilgan emas bu yerda gap. Kani tushunsak, hayotingizning har sohalarida, har bulunbushqoqlarida, uyingizda, mahallangizda, yurtingizda, qayerda bo'lmang, kishilik hayotingiz yo ijtimoiy munosabatda bo'lsin, yaxshilar bilan, solihlar bilan hamroh bo'lingkin, nafsingiz poklansin. Yoki nafsingiz pok bo'lsa, uning ash pokizlik holati kapolatga ega bo'lsin. Biz bir kishining qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsak, uning do'stlariga qarab araymiz. Palaj qandaqdi desak,
kim bilan ayrılışır ekan deb savol tashlaymiz. Palanch bökünchilar bilan ayrılışır ekan, palanch bökünchilar bilan ko'proq yuribotidi degandan keyin biz shu kishini palanch bökünchilarni ahvolini bilish orqali bu kishiga yakun qo'ya olamiz. Bu kishiga xulos baho chiqara olamiz. Bu mandaqroq kishi ekan deb. Chunki har kim o'ziningki chiqisha oladigan, tepsha oladigan, aqidasi, e'tiqodi o'xshashroq bo'lgan, ko'z qarashi, dunyo qarashlari, diniy qarash, aqidalari o'xshash bo'lgan kishilar bilan ayrılishadi. Allohu alam, shu vajdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sunan Abu Davud kelgan Shayx Albani Hasan hadislarning qatorida sanagan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda shunday degan: "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Har qanday bir kishi o'zining do'stining dinida bo'lidir. Sizlardan kimiki bir kishi qarmoqchi bo'lib qolsa, uningga do'st bo'lgan kishi qarasin deydi. Bir kishini bilmoqchi bo'lib qolsa, uning do'stlari qarasin. Do'stlaridan bu kishini tanib olsin. Demak, bu yerda ham agar siz nafsingizni poklashni xohlasangiz, nafsingizni pok gunoh maysatlardan xoli tutishni xohlasangiz, do'stlaringizga diqqat qiling. So'rindoshlaringizga diqqat qiling. Ammoqchi bo'lgan ayolga diqqat qiling. Tegmoqchi bo'lgan erga diqqat qiling. Mayli qaysi sohada bir sheriklik ishlarni ipalmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, sheriklaringizga ham diqqat qiling. Va yoki siz bir to'plamga qitilmoqchi, a'zo bo'lmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz bir jamoatga, u jamoatning manhajiga diqqat qiling. U jamoatning ish-bishliklariga diqqat qiling. Bu masalalarni hammasini o'lchab ketadi qarindoshlar. Palani jamoat ekan degandan keyin, u kishiga biz diagnoz qo'yib bo'lamiz. Va yoki hozirgi o'sha jamiyatimiz bo'yicha palani tashkilot, palani dernek ishlatibdi. Bökünchilar bilan ayrılishib yuribdi degandan keyin biz u kishiga baho qo'yib bo'lamiz. Asos chatni to'g'ri chiqdi diagnoz. Tafsilotga kirishmasakmi, yuzaki holatda bir diagnozni qo'yib bo'lamiz. Demak, bu bir cho'ng o'lchamkin. Rasulullohning yuqori hadisi bilan bu texnik isbotlandi-da. Qiyomat kuni ham kim bilan do'stlashgan bo'lsak, kim bilan so'rindosh bo'lgan bo'lsak, kim bilan shu saboqdosh, xizmatdosh, udosh, budashlar bo'lgan bo'lsak, qiyomat kuni birga qo'pish ehtimoli yuqori. Hayotning oxiriga shu holat davomlashgan bo'lsa. Yaxshilar bilan bo'lsa, yaxshicha, yomonlar bilan bo'lsa, yomoncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuqori hadisini lug'atshunos, faqih, muhaddis, Shafiy imomlarining kattasidan bo'lgan Abu Sulaymon al-Xattabi deb nom chiqargan bu kishi. Bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuqorqi ar-rajulu ala dini khalilih. Yana bir rivoyatda al-mar'u ala dini khalilih. Har qanday bir kishi o'zining do'stining dinida bo'ladi deganni Abu Sulaymon al-Xattabi sharhlab shunday deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu so'zining ma'nosi: "La tukhalil illa man radayta dinahu va amanatahu." Sen uning dinidan va omonatidan, ishonchligidan rozi bo'ladigan kishilar bilan do'stlashqin. Shunday kishilarni o'zingga hamroh qilgin, suhbatdosh qilgin. Nimadan? Dinidan va omonatidan, ishonchligidan. Fa innaka iza khalatak qadaka ila dinihi va mazhabihi. Agar sen ashundaq dinidan va ishonchligidan, omonatidan rozi bo'lgan kishilar bilan do'sib qolsang, u kishi seni o'zining diniga va o'zining yo'liga yetaklaydi dedi. Aksicha, agar dinidan va omonatidan rozi bo'lmaydigan kishi bilan do'stlashib qolgan bo'lsak, yana o'xshash bizni o'zining shu xato diniga biz rozi bo'lmaydigan, Allohning nazarida qabul bo'lmaydigan boshqa bir dinga kirib olgan bo'lsa, masalan, hozir shu islom da'vosi qilib turib demokratiya dinida menayotgan ahvolni ayt. Ig'ir islom bilan demokratiya birsi osmon, birsi zamin. Shu kishi bilan do'stlashgan bo'lsak, tabiiy bizni o'zining shu demokratiya diniga boshlaydi, yetaklaydi, bizni bosh qo'ymaydi. Boshroq tursak, biz oz kundan keyin, rost, huquqni xalqqa berish kerak ekan. Xalq saylama orqali raislarni saylab chiqish kerak ekan. Huquqni Alloh va uning payg'ambariga berib qo'yganlik bu xalqqa zulm bo'libdi. Bu Alloh taolo xalqni o'ri yaratgan tursa insonlarni deb qo'padigan bo'ladigan gap. Shu shayx deydi, sen qanday kishi bilan do'st bo'lsang, u kishi seni o'zining diniga va o'zining yo'liga, mazhabiga yetaklaydi deydi, boshlaydi deydi. Buningga misollar bek ko'p hayotimizda, atrofimizda. Fala tugharri bi dinik. Shu sen uning dinidan, omonatidan rozi bo'lgan kishi bilan do'stlashgan bo'lsang, u kishi sening diningga xiyonat qilmaydi. Diningda seni aldamaydi. Wala tukhatir bi nafsik. Va nafsini halokatga yetaklamaydi. Halokatga duchor qilmaydi. Shu dinidan va omonatidan rozi bo'lgan kishi bilan do'stlashgan bo'lsang, bunda ziyonlar san kelmaydi. Birisi sening diningda seni aldamaydi, xiyonat qilmaydi. Ikkinchisi sening nafsini halokatga duchor qilmaydi. Fa tukhalil man laysa mardiyan fi dinihi va mazhabihi. Agar unda qilmaydigan bo'lsa, sen uning dinida va mazhabida rozi bo'lmaydigan bir kishini do'st tutgan bo'lsa. Bu yuqorqi so'zlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har qanday kishi o'zining do'stining dinida bo'ladi degan mush hadisning sharhisi.
Bu yerda bizga ham do'st tanlashning prinsiplari ko'rsatilyapti va tanlangan do'stga ko'ra ahvolimizning shuning qarta bo'lganligi ham belgilanyapti. Yaxshi do'st tanlasak, bizni yaxshilik yetaklaydiganligi, yomon do'st tanlasak, bizni xatolikqa, yomonlikqa yetaklaydiganligi, halokatga duchor qiladiganligi zikr qilinadi. Şeyh Albani Hasan degan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam texam ochiq qilib, la tusahib illa mu'minan va la ya'kul ta'amak illa taqi. Sen mü'mindan boshqa kishi bilan do'stlashma, o'zingga amala qilib tanlama dedi. Va sening taomingni faqat taqvodor kishilar yesin. Ikki gap chiqyapti bu yerda. Birisi do'st tanlashda Allohdan qo'rqadigan kishini tanlash. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon etgan kishilar degandan taktik kiradigan mümin kishini Allohga iymon keltirgan kishini tanlash birinchi. Va la ya'kul ta'amaka illa taqi degandan sening taomingni taqvodor kishilar yesin degandan so'rin suhbatdoshlaring taqvodor kishi bo'lsin. Birisi do'sting taqvodor bir mümin bo'lsin. Ikkinchi sen uyanga chaqirgan shu so'rindoshlaring yoki sen borgan so'rinlar taqvolik usti qurilgan so'rin bo'lsin. Taqvolik usti qurilgan so'rinning sohibi bir taqvo albatta. Bu hadis nəhayət uçuq holatda do'st tanlashning, so'rindosh tanlashning prinsipini ko'rsatib beradi. Nafsimizni poklaymiz deydiganmiz, cho'qim do'stni yaxshi tanlash va so'rin suhbatlarni yaxshi tanlash. Albatta, bu yerda xohlagancha prinsip bekitishga bo'lmaydi. Alloh va uning payg'ambari do'st tanlashning, so'rin suhbat tanlashning prinsipini bekitib berib, mana hozir shuni bayon qilyapmiz. Oyatni o'qiganimizmi shu, hadisni o'qiganlarimizmi shu? Shu bo'yicha ish qilishimizga to'g'ri keldi. İbn Hazm rahimahullah Al-Axloq va Siyar degan kitobda shunday deydi. Odamlar bilan kaskenmas ko'p aralashish insonning gunohga, g'am qayg'uga petishiga va xotirjamligi buzilishiga sabab bo'ladi deydi. To'salg'usiz hayotni kechirish uchun odamlar bilan kaskenmas ko'p aralashish inson ushqoqlikni keltiradi deydi. Birinchi, insonning gunohga petishiga sabab bo'ladi deydi. Halaymakan kişiler bilan aralashdi degan gap, g'ayva, shikoyat, tuhmat, fitna fasad so'rinlarga kirib ketdi bu kishi degan gap. Vallohu alam. Xatolashmaymizkin, hozir dunyo bo'ylab o'tkazilayotgan so'rin suhbatlarning 90-95%, 99% degidek g'ayva, shikoyat, fitna fasad, tuhmat, quruq lag'vilava, hazli kulki chaqchaq, oxiratni unutildiradigan, dunyo ne'matlariga cho'ktiradigan, shaytonni samayatadigan, Allohni g'azablantiradigan so'rin suhbatlar. Vallohu alam. Hozir qo'limizga telefonda ham chiqayotgan suhbat so'rinlari, kishilarning qilayotgan har xil so'zlari ham shunday. Birinchi gunoh qilib deydi. Ikkinchi g'am qayg'uga patisan deydi. Gunoh petish ayrim, g'am qayg'u ayrim. Alloh bizni yaratdi, ibodat qilish uchun yaratdimi o'ziga? Quruq lag'vilava, g'ayva, shikoyat, tuhmat, fitna fasad so'rinlari o qalbni rohatlantirmaydi. Bu kishini g'amga patirdi. Kambag'allikdan qo'rqadigan qilib qo'ydi. Oxiratni o'ylasa, o'zining gunoh petib ketib qolganlikdan texnik g'amga patirgan qilib qo'ydi. O'ylashga jur'at qilolmaydi va o'zininki dunyolikda uchirgan ba'zi bir peshkanliklariga sabr qilolmay, musibatlarga sabr qilolmay, chiqish yo'li topolmay, buningda ham g'am qayg'u patadi. Har holatda g'am qayg'ular ko'payib ketadi. Andan keyin bu kishining g'am qayg'u patgandan keyin xotirjamligi buziladi. Shuning uchun deydi Ibn Hazm rahimahulloh so'zining oxirida, to'g'risi aloqani eng kerakli zo'r deb qaraganlarni qilish kerak deydi. Qalayimqan kasga emas aloqa qilmaslik lozim deydi. Yaxshi do'stlar bo'lib qolsa va manfaatli so'rinlar bo'lib qolsa, shuning bilan kifoyalanish lozim deydi. Xalqdan ayrılib qolmayman deb hamma beshini tiqib, bunun tiqib, bunday munosabatni kasga emas aralashish, yuqorqidek gunoh qilib ketish, g'am qayg'uga petib qilish va xotirjamlikning buzilishiga sabab bo'ladi deydi. Muallif deydi kitobida va lihaza yaqulu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu i'tabiru an-nasa bi ahdanihim fa innal mar'a la yuqadinu illa man yu'jibuhu. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday degan deydi. Sizlar insonlarga ularningki do'st yaranlariga qarata baho beringlar deydi. İnsanlarni shunday kuzatinglar. İstixborot ilmidagi muhim bir ma'lumotga mana bu ham. Shunga darhol telefonimizni tekshirildi birisini qo'lga chiqib qolsak. Nima uchun? Kimlar bilan aralashadi bu? Va tutilgan odam orqali bunun telefondan chiqqan aloqalar orqali qolgan kishilarni ham tutadi. Chunki buni bilan aralashgandan keyin u aralashganlarmi mushuna bilan o'xshash ko'chada ketib qolgan odamlar. Bu bizning hokimiyatga tahdid bo'ldimi? Buni bilan aralashgan kishilarmi o'xshash tahdid deb turib, istixborot ilmidami o'xshash qo'llanadigan bir usul. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga 1400 yil burun ko'rsatib berdi ekan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana oxirida deydi, haqiqatan har qanday bir kishi o'zini mabtun qilgan kishining do'stidir. Ya'ni o'zini qoyil qilgan kishilarning do'stidir. Bu so'z nerede kelgan desa, İbn Battah'ning Al-Ibanatul Kubra degan kitobida keltirilgan asar ekan.
Mana bu yerda ham har qanday bir kishining o'zininki do'stining yo'lida bo'ladiganligi, shu do'sti mangan ko'chada bu kishining ham mangadiganligi zikr qilinyapti. Va kishilarga baho berishda ham shu do'stlarga qarab baho berish. Yana birisi shu desa, qandaqliki bir kishi bilan do'stlashgan bo'lsa, hamroh bo'lgan bo'lsa, sirdosh bo'lgan bo'lsa, shu kishininki tutgan yo'liga, mangan yo'liga qoyil bo'lganlikdan, shuning qo'shilganlikdan, shuningga mabtun bo'lganlikdan anandan keyin bu kishi bilan do'stlashadiganlik. Va yoki bir so'ringa kirgan kishilar ham shu so'rin ahliga rozi bo'lganlikdan, shu so'rinda bo'layotgan gap so'zlarga rozi bo'lganlikdan, shuning qoyil bo'lganlikdan, shuning mabtun bo'lganlikdan andan bu so'ringa kirdi. Masalan, bizni ham shundoq. Bağlab turayotgan o'rtaq manfaat mushu so'rindiki, Alloh qabul qilsin, yaxshi suhbatlar va bu so'rin qatnashgan qarindoshlarimizniki din, diyonat, axloqi, ishonchlik darajasi, omonatdorligi degan taraflar bu so'rin ahlini bir yerga yig'ib Muallif deydi ve qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meselul celisi salih ve su ke hamilil miski ve nafikhil kir. Fahamilul misk imma en yuhziyeke ve imma en tebta'a min ve imma en tecide minhu rihan tayyibe ve nafikhul kir imma en yuhrika siyabek ve imma en tecide rihan habise. Bu İmam Bukhari özünden sahih hadis toplamlarını keltirgen ve İmam Müslim hem özünden sahih hadis toplamlarını keltirgen muttefakun aleyh bo'lgan hadisken. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shunday deydi. Yaxshi ve yaman suhbatdoshning misali, hamrohning misali shuning o'xshaydi ekan, misk sotquvchi yoki misk ko'tarib yurguvchi bilan to'muvchininki o'chqiga o'tqalab birdigan yoki hozirgi zamon televizorchi aytgan vaqtida to'muvchininki o'chqiga shamol chiqarib birgan, puflab birgan, o'tini texim kuchaytirib birgan. Mana bu ikki kishining misoli o'xshaydi deydi. Hamrohning, suhbatdoshning yoki yaxshi yo yomon bo'ladi. Yaxshisi misk sotquvchi, shipar sotquvchi va yoki shipar ko'targuvchi o'xshagan bo'lsa, yaman so'rindosh, yaman suhbatdosh, yaman hamroh to'muvchininki o'chqiga o't puflab berguvchi, o't qalab berguvchiga o'xshaydi deydi. Misk sotquvchi yoki misk ko'targuvchi bo'lsa, bu kishi bilan do'stlashgan bo'lsang, u sana ya o'zininki shu misk ishparlardan hadiya berdi va yoki uningdan sen setib olasan. Har ikkisi foyda. Ya sana bakalik hadiya berdi, bu foyda, yoki pul xarjlab setib olasan, u mu foyda, xushpuroq shilti sunnat. Va yana shu desa, uningdan bir xushpuroq sen topsan. Har vaqt uning bilan birga yurgandan keyin davomli mezlik, xush hid sendan kelib turdi. Hadiya qilmasin ma'qul. Sen uni setib olma, ammo uning bilan birga yurganlikdan Atirchining do'koniga kirsak, bizmi bir atir purab chiqamiz-ku? Endi o atirchining do'koniga kirsak, atir purab chiqqan yerda davomli atirchi bilan birga yursak-chi, texim puraymiz-da. To'muvchininki kuyikini pulliguvchi. Buning bilan agar do'sib qolsang, ya sening kiyimingni ko'ydirib qo'ydi, chunki o'to'lali shug'ullandamdi. Yoki sen o'zingda nachar puraqni, sesiq, batbuy, rahatsiz qilgan shu bir puraqni topsa o'zingda. O kishi bilan birga yurgandan keyin shu o'tidi sana. Onun kiyimleri pıraydıgan bu kitidi, özüm pıraydıgan bu kitidi. Sağa mı ötedi bu neyse, belli jügendiki. Deyiş arkalık, ma hadise texim uçuk kılıp, nefsini paklaşta, belli jügen kişilerinin ne kadar muhimliği oturuş çıkmadı. Yani, eğer sen nefsini paklayman desen, xuddi işbar satquvchi, ettir satquvchi o'xshash, yaxshi kishilar bilan do'stlashgin ki, bu kishi sening nefsini paklaşına yordam qiladi. Shunda demoqchimdi bu yerda. Maqsad shu hadisninki, darsimizning temasiga bog'lasak, shu mazmun chiqadi. Agar nachar do'st bilan ham suhbatlashib qolsang, hamroh bo'lib qolsang, uningda sana ziyon bor. Sening jismingni ham halok qiladi, qalbingni ham kirlashtiradi degan mazmunlar chiqib turibdi. Mush hadisning sharhisida Qozi Iyaz rahimahulloh İkmalul Muallim bi Fawaid Muslimin degan mushu kitobda shunday bayonlarni keltiribdi. Bu hadisda ikki bir foydaning borligini so'zlabdi. Birinchi foyda bu hadisda deydi. Yamonlar bilan aralishish, ular bilan so'rin suhbatdosh bo'lish, ahli bid'at, bid'atchilar bilan g'ayvatxo'r, gap to'shig'uvchi, suxanchi kishilar bilan aralishish, so'rin suhbatdosh bo'lishdan to'sishwa deydi birinchi. Ulardan uzoq turishwa, saqlanishwa deydi. Yuqorqi hadisda. To'muvchining o'chiqqa o'tqalab berguvchi kishining ahvoli bu hamda. Hadisdan chiqadigan mazmuni bu. Ikkinchisi hamda ahli xayr, yaxshilik sohiblari bilan suhbatdosh bo'lish. Bu so'rinlar orqali ilm va adab o'rganib menish, to'g'ri yo'l tepish, maqtalgan go'zal axloqlarni o'ziga hozirlash qatorliqlarga bir qiziqtirish va deydi. Hadis so'zlangan atir satquchidir. Bu Qozi Iyaz shu xulosani chiqaribdi. Chunki bularning hammasi, bu ikki xil turdagi bu kishilarning hammasi o'zining ta'sirini so'rin suhbatdoshlarga o'tkazadi deydi. Ya'ni
Mayli ahli xayr olsun, yaxshilik sohiblari olsun, solih kishilar olsun, bularmi o'zining atrofidagi kishilarga ta'sirini o'tkazadi. Kuyuk sotquchiga o'xshash, o't puyligiga o'xshash, yomonlik ahlimi yana o'xshash o'zining atrofidagilarga ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun bu hadisda yomonlardan yiroq turish, ulardan uzoq turish, bid'atchilardan, g'aybat shikoyatchilardan, fitna fasodchilardan uzoq turish bu ta'kidlangan bo'lsa yuqorqi hadisda. Ikkinchisi solihlar suhbatlariga qatnashish, solihlar bilan ham suhbatda bo'lish, ular bilan do'st yaralashish, ulardan ilm, adab, alarni o'rganishga qiziqtirilyotdi deydi. Bizdimi qarindoshlar, qog'i bilan do'st bo'lsang, yishing po'q deb bir gap bor. Demak, qog'idek o'shanda nachar axloq egisi bilan do'st bo'lgan bo'lsang, hamroh bo'lgan bo'lsang, u seni oxiri po'q yeydigan, diningga nuqson olib keladigan, axloqingni buzadigan, xulos kalam temizga munosabatli desak, qalbingni, nafsingni napoq qiladigan yerdagi boshlaydi. Degan ma'nodaki, xalqimizning uzun mazgil hayot tajribasidan chiqqan so'zga. Al-Axloq va Siyar degan kitobda Ibn Hazm rahimahulloh yana shunday deydi: insonlar bilan aralashishda ikki cho'ng ayib bor, ikki cho'ng nuqsonlik bor deydi. Ya'ni ikki cho'ng ziyon bor. Biri aralashib yaqinlashgan vaqtingda sirlaringni deb qo'ysa, maxfiyatlikni deb qo'ysa. Ziyon-da bu. Avval demaysan, aralashsan, anandan keyin yaqinlashdik deb sirlaringni aytib qo'ysan. Buni bilan sen zarar kirib ketsa deydi. Yana biri g'aybatga sherik bo'lsa. Ya uzan qilib qolasan g'aybatni, uzan qilmagan taqdirdami, so'rin suhbatdoshlardan g'aybat xo'rlar bo'lib qolsa, g'aybatiga sherik bo'lasan. Boshqa ziyonlar bo'lmay, mushkisning o'zi bo'lsa, sen uchun yetarlik. Sen uchun yetarli gunoh demakchi. Qarindoshlar, biz ko'p anglaymiz, Bani Isroildagi 99 kishini o'ltirib, gunohlarga tövbe qilish maqsadida bir ilmsiz bo'lgan, bir zohidning oldiga kelib, men mushuncha vala insonlarni o'ltirdim. Menga bir chiqish yo'li bormidi deganda u ilmsiz bo'lganlikdan, bu qadar odam o'ltirgan bo'lsang, sen qanday chiqish yo'li bo'lsin, gunohlaring afv qilinmaydi sening. Deb tövbening ishini o kishi etib etgandan keyin, uni bir o'ltirib, yuz qilib etgan, keyin keyin yana o'zining qalbiga kelib, o'zining tövbe qilishni e'tiborligini aytgan vaqtida, palonchi yerda bir ilmli kishi bor, bir olim kishi bor. Sen shuni yiniga berib, ahvolini bayon qilgan degandan keyin, bu ilmli kishi bu kishiga chiqish yo'li borligini bayon qiladi va solihlar yurtiga safar qilib ketishni, Alloh taolaning tövbe ato qilganligini, chin tövbe qilsa va buni amaliy ravishda shu o'rindan yo'tkilib ketishini tavsiya qilib, bu kishining haqqida hukm berdi. Shuning bilan bu kishi shu olimning so'zi bo'yicha o'zi 99 hatto 100 kishini o'ltirgan. Bunday aytgan vaqtda shu atrofida qotillikqa sharoitlari to'liq bo'lgan. Chunki shu qadar insonlarni o'ltirsa, bu to'silmabdi-da. Buni to'saydigan odam chiqmabdi. Buni mahkama qilgan qozixona chiqmabdi. Undan keyin bu shaharmi chataq. Bu shaharda yaxshilik yo'q bo'ldi bu kishiga. Shu vajdan bu kishi o'zining istig'for etishiga, bu gunohdan to'xtashiga yordam qila olmagan bu shaharni, bu yezini tashlab, solihlar yurtiga safar qildi. Shu olimning ko'rsatmasi bilan. Va yo'lda bu kishi vafot topdi. Oxiri rahmat farishtalari olib ketish yoki azob farishtalari olib ketish masalasida talash tortish bo'lib, oxiri Alloh subhanahu va taolo bu kishining niyatiga ko'ra ba'zi rivoyatda bu kishiningki solihlar yurtiga azroq o'tib ketganligiga ko'ra, ba'zi rivoyatda bu kishining solihlar yurtiga yuzilinib turib yerga yiqilganligiga ko'ra Allohning mag'firat qilib rahmat farishtalarining olib ketganligi zikr qilindi. Bu Buxoriyda kelgan Abu Said al-Xudriy radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadis. Xo'sh, mana bu yerda ham bizning temimizga munosabatli bir ibrat bor. U bo'lsa-mu, kishilarni yaxshi tanlash, hatto shahar ahlini yaxshi tanlash, turadigan makonni yaxshi tanlash, uni bilan birga yashaydigan kishilar to'pini yaxshi tanlash. Avvalgi yurt buning qotillik qilishiga fursatlarni yaratib bergan, uni to'simagan, qotillik qilish qulay, oson bo'lgan bir yurt bo'lgan bo'lsa, mana aytgan vaqtida u yurt ahli yaxshi kishilar bo'lmagan. Bu kishini bu gunohdan to'sishiga daldolanmagan bir shahar ahli bo'lgan. Anandan keyin olimning fatvosi bilan solihlar yurtiga, yaxshi hamroh, yaxshi fuqarolar yurtiga safar qilishi va shu yoqqa safar qilib yo'lda tek bormay turib o'lib ketgan bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo shu yaxshi kishilar bilan do'stlashmoqchi, so'rin suhbatdosh bo'lmoqchi, qo'shni bo'lmoqchi, shu rayonning fuqarosi bo'lmoqchi bo'lishni iroda qilganlik uchun bu kishi shu niyatni qilganlikdan Alloh subhanahu va taolo gunohlarini afv qilib, darsimizga temisiga bog'lasak, qalbini poklash maqsadida shu qotillikdan iborat gunohi kabirdan uzilib, pok qalb bilan yashash maqsadida shu solihlar yurti qarab manganligi uchun Alloh taolo bu kishini afv qilganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilib berdi sahih hadisda. Buningdan bizga nima ibrat va do'stni yaxshi tanlash.
söhbətdaşlarını yaxşı tanlash. Hatta shahar ahlini yaxshi tanlash. Masalan, bir shaharda bir kishi nayt gunoh ketib bordi. Bu kishi mush hadisning hukmi bo'yicha boshqa yurtga, boshqa shaharga o'tkazsin. Hatto davlat almashtirsin. Hatto bir qit'ani yomonlik qoplab ketgan bo'lsa, Allohning yana boshqa qit'alari bor. Boshqa qit'alarga o'tkazsin. Bu qit'a 7 qit'a 4 o'tgan. Muallif oxirida deydi, bandaning ustiga vojib bo'lgan narsa, chunki tazkiyatun nafsni biz avvalgi darslarimizda shar'iy jihatdan vojib degandik. Nafsini paklash, gunoh maysatlardan nafsini pak tutish shar'an vojib degandik. U kishining yaxshilik yetaklanishiga yordamchi bo'ladigan so'rin suhbatdoshlarni tanlash bandaning ustiga vojib deydi. Allohdan qo'rqadigan, Allohning quliman deydigan bir mu'min bandaga vojib bo'lgan ish so'rin suhbatdoshlarni yaxshi tanlash deydi. Kasga emas aralashmaslik. Buning ichiga normal ijtimoiy munosabatga do'st tanlashmi kirib ketadi? Yig'ilish suhbat so'rinlarmi kirib ketadi? Xotin tanlashmi kirib ketadi? Er tanlashmi kirib ketadi? Hatto afzalroqi tijoratga sheriklarni tanlashmi kirib ketadi? Qanday kishi bilan qo'shni bo'lib o'tirishmi kirib ketadi? Qanday kishi bilan birga safar qilishmi kirib ketadi? Qanday kishilar bilan maslahatlashib, kengash pishib berishmi kirib ketadi? Qanday kishilar to'plangan jamoatga a'zo bo'lishmi kirib ketadi? Qanday kishilar yashagan yurtda turish, yashashmi kirib ketadi? Mana bularning hammasi shu kishining ustiga vojib deydi. Albatta fattaqulloha mastata'tum. Taqatning yetishicha. Majbur bo'lib qolsak amal yo'q. Masalan, turma kirib qolgandimi? Agar koridorning bir tarafiga tamoq chekadiganlarni, bir tarafiga tamoq chekmaydiganlarni, chunki bular o'tirsa jidal bo'lavergan bo'lsa, chekib olding, bizni istitak qo'yding deb jidal bo'lavergan bo'lsa, shu turma boshqaruvchilar arib etgan bo'lsa, kimni tanlash? Tamoq chekmaydigan tarafni tanlash. Deydi muallif, demak, bandaning ustiga vojib bo'lgan narsa yaxshi ishlarga yordam qiladigan so'rin suhbatdoshlarni yaxshi tanlash bandaning ustiga vojib. Chunki ular nafsini paklash va nafsini isloh qilishdagi eng cho'ng sabablar. Demak, do'st tanlash bu oyat hadislar bilan sabit bo'ldiki, nafsini paklash, uni isloh qilishda cho'ng roli bor ekan. Bu birinchi ish. Ikkinchi ish, nachar kishilar bilan, past, yomon kishilar bilan aralashmaslik, fasod ahli bilan so'rin suhbatdosh bo'lmaslik. Fitnichi, g'ayvatchi, shikoyatchi, tuhmatxo'r, ko'ygan bilginni so'zlab o'tiradigan, eng tuvanchak vaqt isrof qilish va bu yerda. Garchi so'zlayotgani haq bo'lsa-mu, ko'ygan bilganni so'zlab yurishi shu kishi uchun yetarli gunoh deb hadis bor va vaqtni isrof qiladi. Mana bunday kishilar bilan aralashishdan ogoh bo'lish. Chunki ular fa innahum akhtaru alayhi minal jarb. Qutur, qichqaq kesilidimi u kishi uchun xatarlik deydi. Ma qichqaq kesilgan odam jim o'tirolmaydi. Bir aram bo'ladi. Na ibodat, na uning yemak-ichmak, ijtimoiy munosabat, uyqulari, aromi buziladi. Qichqaq kesil yomon. Shu vajdan shuni misol keltirgan bo'lsa kerak. Chunki bu yomonlik ahli shar, bu fasod ahli, bular qichqaq qutur kesildimi xatarlik deydi. Sizni qimishitib har ko'chaga boshlaydi. Alamangizni qo'ymaydi. Yuqorida ham qayg'ungizni kuchaytirdi, xotirjamligingizni buzdi, gunoh qilib turdi. Shu ikki xulosalada oxirida bandiga vojib bo'lgan ish ikki demakchi. 1. Ahli xayr, yaxshi kishilar bilan hamroh bo'lish, yaxshi so'rin suhbatdoshlarni o'ziga lozim tutish. Birinchi. Ikkinchisi fasod ahli bilan, bid'atchilar bilan, gunoh ma'siyatga cho'kib ketgan kishilar bilan aralashmaslik, ulardan uzoq turish. Mana bu shu bir bandiga vojib bo'ladi. Ham nafsini poklayman degan kishi cho'qim shu ikki kishini lozim tutish kerak. Demakchi. Oddiy tilimizga aytsak, yaxshilarni o'ziga hamroh qilish, yaxshilar bilan do'stlashish, eskilardan qochish. Mushu mana nafsini poklashdiki muhim bir asos demakchi ekan. Darsimiz mushagicha bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo nafsimizni poklashning yana bir yo'li bo'lgan solihlar bilan, mu'minlar bilan, ahli xayr, ahli ilmlar bilan va taqvodor kishilar bilan do'stlashish orqali qalbimizni poklashimizga Alloh yordam qilsin. Alloh subhanahu va taolo Allohning nazarida o'rni olmagan, Alloh ulardan g'azablanadigan fitnachilardan, fasodchilardan, g'aybat shikoyatchilardan, lag'u lavachi, quruq gap so'zchilardan har vaqt bizni uzoq qilish orqali nafsimizning gunohlarga cho'kib ketishidan Alloh taolo saqlasin. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.